Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar va qadrli obunachilar. Bugungi videomiz sizni nafaqat hayratda qoldiradi, balki minglab so'm pulingizni tejashga yordam beradi. Hoziroq shu daqiqada sizning e'tiboringizni talab qiladigan o'ta muhim amaliy masalaga to'xtalamiz. Bu ma'lumot aynan siz uchun, har bir pensioner uchun hayotiy ahamiyatga ega. Agar siz bu ma'lumotni o'tkazib yuborsangiz, keyinchalik afsuslanishingiz mumkin. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosing. Bu sizdan bir soniya vaqt oladi, ammo sizning va boshqa millionlab hamyurtlarimizning hayotini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Keling, muammoning mohiyatiga o'taylik. Avvallari ko'plab pensionerlarimiz kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirishda qanday qiyinchiliklarga duch kelganini hammamiz yaxshi bilamiz. Pensiya miqdori ba'zida faqat oziq-ovqat va dori-darmon xarajatlariga zo'rga yetib turardi. Elektr energiyasi, gaz, suv va axlat uchun to'lovlar pensionerlar budjetiga jiddiy yuk bo'lib tushardi. Ko'pincha qish oylarida isitish uchun gaz yoki elektr tokidan foydalanganimizda, oy oxirida keladigan hisob-kitoblar ko'ngilni xira qilardi. Ba'zi pensionerlar, ayniqsa yolg'iz yashaydiganlar, bu to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishga qiynalardilar. Natijada qarzlar yigilib, hatto xizmatlardan uzib qo'yish holatlari ham kuzatilgan. Bu esa tabiiyki ularning hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatardi, ruhiy holatini buzardi. Eski tizimda pensionerlar uchun ayrim imtiyozlar mavjud bo'lsa-da, ular ko'pincha cheklangan edi va barcha turdagi kommunal to'lovlarni to'liq qamrab olmasdi. Ko'pincha bu faqat foizli chegirmalar bo'lib, to'lovning ma'lum bir qismini qoplardi, ammo to'liq yengillik bermasdi. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgardi. Bu yilgi may oyidan boshlab hukumatimizning va shaxsan muhtaram prezidentimizning tashabbusi bilan qabul qilingan yangi qarorga binoan O'zbekistondagi barcha pensionerlar bir qator kommunal to'lovlardan to'liq ozod etilmoqda. Bu shunchaki bir qisman yengillik emas, balki to'liq ozodlik. Bu ulkan ijtimoiy qadam bo'lib, millionlab oilalarga, ayniqsa keksa avlod vakillariga beqiyos yordam beradi. Bu qarorning asosiy maqsadi keksa avlod vakillarini qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va hayot sifatini yaxshilashdan iborat. Endi pensionerlar o'zlari uchun zarur bo'lgan xizmatlardan foydalanishda moliyaviy bosimni sezmaydilar. Bu yangilik shunchaki qog'ozda qolib ketmaydi. U amalda joriy etilmoqda va har bir pensionerning hayotiga real ijobiy o'zgarish olib kelishi kerak. Keling, endi bu yangilikning barcha tafsilotlarini chuqur o'rganib chiqamiz. Birinchi navbatda siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim jihat, qaysi to'lovlardan to'liq ozod etilasiz. Hukumat qaroriga muvofiq pensionerlar quyidagi asosiy kommunal xizmatlar uchun to'lovlardan to'liq ozod qilinadi. Birinchidan, elektr energiyasi uchun to'lovlar. Bu degani endi siz elektr uchun oylik hisob-kitobni to'lash haqida qayg'urmasligingiz kerak. Kundalik hayotimizda elektr energiyasining o'rni beqiyosdir. Yoritishdan tortib, maishiy texnika, televizor, muzlatgich, hatto telefon quvvatlantirgichigacha barchasi elektrga bog'liq. Bu xarajatlar ayniqsa qishda isitish moslamalari yoki yozda konditsionerlar ishlatilganda sezilarli darajada oshadi. Agar ilgari o'rtacha bir pensioner oyiga 80 so'mdan 150 so'mgacha elektr uchun to'lagan bo'lsa, endi bu yuk yelkasidan butunlay olinadi. Masalan, Farg'onada yashovchi 70 yoshli Oysha buvi o'rtacha 120 so'm elektr energiyasi uchun to'lab kelardi. Bu mablag' uning pensiyasining deyarli 20% ni tashkil etardi. Endi u bu pulni dori-darmonlariga yoki nevaralariga shirinlik olishga ishlatishi mumkin. Bu shunchaki bir misol, ammo bunday misollar butun mamlakat bo'ylab minglab topiladi. Ikkinchidan, tabiiy gaz uchun to'lovlar. Bu ham eng katta xarajatlardan biri. Gaz nafaqat ovqat pishirish, balki eng muhimi, uyni isitish uchun ham ishlatiladi. Qishda gaz uchun keladigan to'lov qog'ozlari ba'zan 200 so'm, 300 so'mga yetishi mumkin edi. Bu har bir pensioner uchun jiddiy sinf bo'lardi. Endi bu to'lovlardan ham to'liq ozodlik beriladi. Tasavvur qiling, Toshkentda yashovchi 75 yoshli Ahmad bobo yolg'iz yashaydi. Uning pensiyasi 800 so'm. Qishda uyni isitish uchun gazga oyiga 250 so'm atrofida to'lardi. Bu uning pensiyasining deyarli 3dan 1 qismini tashkil etardi.
Bu yangilik uning hayotini ancha yengillashtiradi, chunki u endi bu pulga o'zi xohlagan narsani sotib olishi mumkin. Uchinchidan, ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv xizmatlari uchun to'lovlar. Suv ham hayotimizning ajralmas qismi. Suvdan foydalanish uchun to'lovlar ham endi pensionerlar uchun majburiy emas. Har bir xonadon suvdan kundalik ehtiyojlar uchun, ovqat tayyorlash, yuvinish, kir yuvish va hokazo maqsadlarda foydalanadi. Agar ilgari bir uy xo'jaligi uchun suv va kanalizatsiya xizmatlari oyiga 30 so'mdan 60 so'mgacha to'lovni tashkil etgan bo'lsa, endi bu xarajat ham butunlay yo'qoladi. Misol uchun, Samarqandda istiqomat qiluvchi 68 yoshli Zuhra xola 2 kishilik oilasi bilan yashaydi. Ular oyiga o'rtacha 45 so'm suv uchun to'lashardi. Bu endi uning qo'shimcha tejab qolgan puli hisoblanadi. To'rtinchidan, qattiq maishiy chiqindilarni olib chiqish xizmatlari uchun to'lovlar. Bu xizmat ham muhim bo'lib, har bir xonadon uchun majburiydir. Chiqindilarni olib chiqish uchun to'lovlar ham, garchi boshqa kommunal to'lovlarga nisbatan kamroq bo'lsa-da, har oy budjetga yut bo'ladi. Har bir kishiga to'g'ri keladigan bu to'lovdan ozod bo'lish ham pensionerlar uchun muhim yengillikdir. Bu xizmat uchun to'lovlar odatda 10 so'mdan 20 so'mgacha bo'lgan, ammo endi bu ham nolga tenglashadi. Andijonda yashovchi 72 yoshli Qosim amaki uchun bu har oyda 15 so'm iqtisod qilish degani. Kimlar bu imtiyozdan foydalana oladi va kimlarga bu taalluqli emas? Bu yangilik O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolari bo'lgan, qonunchilikda belgilangan tartibda pensiya oluvchi shaxslarga taalluqlidir. Ya'ni siz davlat tomonidan belgilangan pensiya yoshiga yetgan bo'lishingiz va rasmiy ravishda pensiya oluvchi bo'lishingiz shart. Bu yoshga yetmagan, lekin nogironlik nafaqasi oluvchilar yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar, afsuski, bu imtiyoz ostiga kirmaydi, chunki ular pensioner emas, nafaqa oluvchilar hisoblanadi. Ammo bu yo'nalishda ham kelajakda qo'shimcha yengilliklar joriy etilishi kutilmoqda. Shuningdek, bu imtiyozdan faqat yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tgan pensionerlar foydalana oladi. Ya'ni, agar siz Toshkentda yashasangiz va pensiya olsangiz, Toshkentdagi uyingiz uchun ushbu imtiyozlar amal qiladi. Agarda siz Toshkentda ro'yxatdan o'tib, Farg'onada yashasangiz, Farg'onadagi uyingiz uchun imtiyozni olishda ba'zi bir ma'muriy murakkabliklar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun yashash joyingiz bo'yicha rasmiy ro'yxatdan o'tganligingiz juda muhim. Endi esa bu qoidaning istisnolari, tuzoqlari va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlariga to'xtalsak. Bularni bilish sizni keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolardan himoya qiladi. Birinchi istisno, bu imtiyoz faqat pensionerning o'ziga va u ro'yxatdan o'tgan yashash joyiga tegishli. Agar pensioner o'zining yashash joyi bo'yicha emas, boshqa manzil bo'yicha qo'shimcha uy joyiga ega bo'lsa va bu uyda boshqa shaxslar yashasa, u holda o'sha ikkinchi uy uchun kommunal to'lovlar odatiy tartibda amalga oshiriladi. Yoki agar pensioner oila a'zolari bilan yashasa va uyda pensionerlardan tashqari boshqa mehnatga layoqatli shaxslar ham bo'lsa, bu imtiyoz butun uyga emas, balki faqat pensionerning o'ziga taalluqli bo'ladi. Kommunal xizmatlar uchun to'lovlar odatda iste'mol hajmi yoki ro'yxatdan o'tgan shaxslar soniga qarab hisoblanadi. Bu holatda to'lov xizmat ko'rsatuvchi tashkilot tomonidan qayta hisoblanadi va faqat pensionerga tegishli qismi chiqarib tashlanadi. Misol uchun, bir uyda 70 yoshli buvi va uning 2 o'g'li yashaydi. Bu yerda buvi pensioner. Demak, elektr, gaz, suv va axlat to'lovlarida faqat buviga to'g'ri keladigan qismi uchun ozodlik beriladi. Qolgan 2 kishi uchun, ya'ni uning o'g'illari uchun to'lovlar odatiy tartibda hisoblab chiqiladi. Bu holatda hisob-kitob qilish usullari alohida tartibga solingan bo'ladi. Ko'pgina hollarda hisoblagichlar mavjud bo'lsa, iste'molning umumiy hajmi qayd etiladi va keyinchalik aholi soniga nisbatan qayta taqsimlanadi. Bu jarayonni aniqlashtirish uchun xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qilish zarur. Ikkinchi nozik jihat, imtiyoz avtomatik tarzda taqdim etilmaydi. Bu juda muhim. Ko'pchilik qaror chiqdi, endi to'lamayman deb o'ylashi mumkin, ammo unday emas. Imtiyozni olish uchun pensionerlar tegishli organlarga murojaat qilib, ariza berishlari shart. Bu jarayonni biroz keyinroq batafsil tushuntiraman. Agar siz ariza bermasangiz, eski tartibda to'lovlar sizga hisoblanib kelishi mumkin. Bu esa keyinchalik tushunmovchiliklarga yoki qarz yegilishiga sabab bo'ladi.
Shuning uchun tezkorlik bilan harakat qilish juda muhim. 3-pitfall ba'zi kommunal xizmatlarning bu imtiyozga kirmasligi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu elektr, gaz, suv va axlat xizmatlari edi. Ammo kvartira to'lovlari, domkon xizmatlari, uy-joy mulkdorlari shirkatlari, xotish uchun to'lovlar, internet, telefon va boshqa shunga o'xshash xizmatlar bu imtiyozga kirmaydi. Ya'ni siz xonani to'lashda davom etasiz. Internetdan foydalansangiz, uning pulini ham to'lashingiz kerak. Faqatgina yuqorida sanab o'tilgan asosiy kommunal xizmatlardan ozod etilasiz. Bu yerda chalkashmaslik kerak. Agar sizning hisob-kitob qog'ozingizda yuqorida sanalmagan boshqa turdagi to'lovlar bo'lsa, ularni odatdagidek to'lashingiz lozim. 4-muhim eslatma: qarorning kuchga kirish sanasi. Bu qaror may oyidan boshlab kuchga kirgan. Ya'ni siz may oyi uchun hisoblanadigan to'lovlardan ozod etilasiz. Agar siz aprel oyidagi to'lovlarni hali to'lamagan bo'lsangiz, ularni to'lashingiz shart. Bu imtiyoz faqat yangi hisob-kitob davrlariga tegishli. Shuningdek, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar avtomatik tarzda hamma pensionerlarni topib, ularga imtiyoz berishga ulgurmasligi mumkin. Shuning uchun ariza berish jarayonini kechiktirmaslik kerak. Endi esa amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Bu imtiyozdan to'liq va muammosiz foydalanish uchun qanday aniq qadamlar qo'yish lozim? Jarayon juda murakkab emas, ammo e'tibor va intizom talab qiladi. Birinchi qadam: kerakli hujjatlarni to'plash. Sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. 1. Pasportingizning asl nusxasi va nusxasi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida. 2. Pensiya guvohnomangizning asl nusxasi va nusxasi. Sizning pensioner ekanligingizni tasdiqlaydi. 3. Yashash joyingizdan ma'lumotnoma, propiska to'g'risida. Ba'zi hollarda bu elektron tizim orqali tekshirilishi mumkin, ammo uni qo'shimcha tarzda tayyorlab qo'yish zarar qilmaydi. 4. Kadastr hujjatlari nusxasi, turar joyga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat. Bu ayniqsa mulkdorlik masalalarini aniqlashtirishda kerak bo'lishi mumkin. 5. Oila tarkibi to'g'risida ma'lumotnoma, agar oila a'zolaringiz bilan yashasangiz. Bu ma'lumotnoma sizning uyingizda nechta kishi ro'yxatdan o'tganligini ko'rsatadi. Bu esa yuqorida aytib o'tilgan istisnolarni qo'llashda muhim. Uni mahalla fuqarolar yig'inidan olish mumkin. 2. qadam: qayerga murojaat qilish kerak? Siz bu hujjatlar bilan 2 asosiy joyga murojaat qilishingiz mumkin. 1. Davlat xizmatlari markazlari (DXM). Bu eng qulay va zamonaviy usul. Ko'pgina hududlarda DXMlar mavjud va ular bir darcha tamoyili asosida ishlaydi. Ya'ni siz borasiz, hujjatlaringizni topshirasiz va qolganini ular o'zlari amalga oshiradi. Ular sizning arizangizni tegishli kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga yuboradilar. 2. Tegishli kommunal xizmat ko'rsatish tashkilotlarining hududiy bo'limlari. Ya'ni elektr ta'minoti uchun hududiy elektr tarmoqlari Ajning tuman bo'limiga, gaz ta'minoti uchun hudud gaz ta'minot Ajning tuman bo'limiga, suv ta'minoti uchun suv ta'minot, Dukning tuman bo'limiga va chiqindilarni olib chiqish xizmati uchun mahalliy toza hudud yoki shunga o'xshash korxonaga alohida murojaat qilishingiz mumkin. DXM bu jarayonni ancha soddalashtiradi, lekin agar sizga bevosita murojaat qilish qulay bo'lsa, bu ham mumkin. 3. qadam: ariza yozish. DXMga yoki tegishli tashkilotga borganingizda sizga standart shakldagi ariza namunasi taqdim etiladi. Siz uni to'g'ri to'ldirishingiz kerak. Arizada quyidagilar aks etishi lozim. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, ish, pasport seriyasi va raqami, yashash manzilingiz, pensiya guvohnomasi raqami va sanasi, qaysi kommunal xizmatlardan ozod etilishingizni so'rashingiz, ariza berish sanasi va imzongiz. Agar sizga ariza yozishda yordam kerak bo'lsa, DXM xodimlari yoki tashkilot mutaxassislari yordam berishlari shart. Ulardan tortinmay yordam so'rang. 4. qadam: arizaning ko'rib chiqilishini kutish va tasdiqni olish. Arizangiz qabul qilingandan so'ng u belgilangan muddat ichida ko'rib chiqiladi. Odatda bu bir necha ish kunidan 2 haftagacha bo'lishi mumkin. Sizga arizangizning qabul qilinganligi to'g'risida tasdiqnoma berilishi kerak.
Ariza ko'rib chiqilgandan so'ng sizga imtiyoz berilganligi yoki rad etilganligi to'g'risida xabarnoma keladi. Rad etilgan taqdirda sababini so'rashga haqqingiz bor va agar siz nohaq rad etilgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organlarga shikoyat qilishingiz mumkin. Tasdiqni olganingizdan so'ng, keyingi oydan boshlab sizga kommunal to'lovlar hisoblanmaydi. Keyingi oylarda keladigan to'lov qog'ozlarini diqqat bilan tekshiring. Agar xato bo'lsa, darhol murojaat qiling. Muhim maslahat, ba'zan tizimda xatoliklar yuz berishi mumkin. Agar sizga imtiyoz berilgan bo'lsa-da, sizga hali ham kommunal to'lov hisoblab kelayotgan bo'lsa, darhol tegishli tashkilotga yoki TXMga murojaat qiling. Barcha hujjatlaringizni, shu jumladan imtiyoz berilganligi haqidagi xabarnomani saqlab qo'ying. Bu keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday muammoni hal qilishda sizga yordam beradi. Shuningdek, qo'shnilaringizga, tanish-bilishlaringizga ham bu ma'lumotni yetkazishni unutmang, zero ko'pchilik hali ham bu yangilikdan bexabar bo'lishi mumkin. Ularga ham ushbu videoni ulashing. Aziz do'stlar, bugun siz bilan pensionerlar uchun joriy qilingan juda muhim imtiyozlar haqida batafsil gaplashdik. Endi siz nafaqat qaysi to'lovlardan ozod qilinganingizni, balki bu imtiyozdan qanday foydalanishni, qaysi hujjatlarni to'plashni va qayerga murojaat qilishni ham bilasiz. Bu yengillik millionlab insonlarning hayotini o'zgartirishi, ularning oilaviy byudjetlariga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Esingizda bo'lsin, bu sizning huquqingiz va undan foydalanish har bir pensionerning vazifasidir. Umid qilamanki, bu video siz uchun juda foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va bu imtiyoz haqida nimalar bilishingizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, toki bunday muhim va dolzarb ma'lumotlarni hech qachon o'tkazib yubormaslik uchun. Yangi videolarda ko'rishguncha, hay salomat bo'ling.